Hürmetli vatandaşlarım, leksilerimizi devamlaştırırız. Endiki leksiyamında bu leksiyamizde iki cümle söz var. Şunun da artışı dikkat kılınlar. Ben şu nokta gelgende kayıt tekrarlap vermem. Endi mavzumunda Amerika emeldarları Cungo Çavuşan meselesi de hemkarlaşmaydigan bolsa Amerika'nın bütkül Cungo münasebetiga ta'sir ko'rsatdi. Mavzuluk haber 6. ayının 20. günü Amerika Avazı'nın Xitay tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq başlar. Washington Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bir nafar yuqori darajalik amaldori mundaq ko'rsatdi. Yaqinda o'tkaziladigan Amerika Cungo diplomatiyasi va bexatarlik suhbati ikki davlat rahbarlarining Köl boyu aramgayda ötküzülgen yuqori darajaliklar suhbatining vaziyatini saqlab qilib, ikki davlat bexatarligini avval o'ylashish masalasida fikr almashtirishni cho'nqurlashtirib, jumladan Çavuşan masalasini nuqtaliq muhokama qiladi. Bu amaldor yana mundaq ko'rsatdi. Agar Amerika Çavuşan masalasi Jungoning hamkorlashishiga erishalmasa, Cungo Amerika bilan qurilish xarakterlik munosabatlarni taraqqiy qildirishni xohlamdi yo'q degan retorik so'roq bo'yicha, savol bo'yicha gumon qo'zg'aladi. Yuqori darajaliklarning tunji suhbati haftaning 3-kuni o'tkaziladi. Bugun boshlandi. Tunji qatimliq Amerika Cungo diplomatiya va bexatarlik suhbati 6 ayning 21-kuni Amerika'nın Devlet Mahkemesi'de ötküzülür. Amerika Devlet Mahkemesi mundaq ko'rsatdi. Devlet İşler Katibi Rex Tillerson, Devlet Müdafiə Ministri James Mattis Amerikaga vakil bo'lib bu qatimqi yuqori darajaliklar suhbatiga riyosatchilik qildi. Jungo tarafdan Jungo Devlet Mahkemesi'nin a'zosi Yangjechi Devlet Müdafiə Baştab başlığı Fan Huila Cungo suhbat vakillariga riyosatchilik qildi. Maxsus diplomatiya va bexatarlik bo'yicha elib berilgan yuqori darajaliklar suhbati Amerika Cungo ikki davlat boshliqlarining 4-ayning 7-kuni Florida ko'l bo'yi oromgohida o'tkazilgan yuqori darajaliklar yig'inida belgilangan. Qo'zg'atilgan Amerika Cungo atrofliq suhbatlashish ramkasining bir qismidir. Amerika Qo'shma Shtatlarining bu qatimqi suhbatni kutgan umidi mavzu. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Sharq Osiyo ishlariga mas'ul muvaqqat yordamchi davlat ishlar kotibi Susan Thornton xonim esinglarda borkan, 3-ayning 19-kuni Rex Tillerson Beijingni ziyorat qilishdan burun bu xonim bayonot e'lon qilib degidek, biz Jungo bilan favqulodda hamkorlashish munosabat o'rnatamiz degani. Endi mayada nima gap chiqyapti diqqat vatandoshim, agar Jungo Amerika bilan hamkorlashishni xohlamasa degan gap chiqyapti. Diqqat ya. Haftaning 1-kuni matbuot bilan o'tkazilgan telefon suhbatida Amerikaning bu suhbatdan kutgan umidi to'g'risida to'xtalib o'tdi. Yordamchi davlat ishlar kotibi Susan Thornton mundaq ko'rsatdi. Biz diplomatiya va bexatarlik suhbatining ko'l bo'yi oromgohida o'tkazilgan suhbatning aktiv vaziyatini davomlashtirishni umid qilamiz. Gapimiz gap bo'lsin degan gapda boshlanma. Sözümüz söz bolsun deb. Belki o vaziyat fikir almashtirishimizni cho'nqurlashtirishda hamda avval erishildigan masalalarda ilgirlashni qo'lga keltirishimizga turtki bo'ladi. Ya'ni demak, Jungoga yo'l qo'yib degan gap. Susan Thornton xonim mundaq ko'rsatdi. Jungoning Çavuşan masalasida konkret hamkorlashishiga izlanamiz. Diqqat eting. Susan Thornton xonim yordamchi davlat ishlar kotibining deydi, Jungoning Çavuşan masalasida Amerika bilan hamkorlashganda konkret hamkorlashishiga izlanamiz. Eg'izlik gap bilan emas deydi. Susan Thornton xonim mundaq ko'rsatdi. Jungo Çavuşan ko'rsatiladigan ta'sirdan foydalanib, Pingranga ilgirlagan holda besim shilishni talab qilish bu qatimqi suhbatning muhim nuqtasidir. Demek bu qatimqi suhbatda Jungo, ya'ni Çavuşanga ta'sir ko'rsatish kerak. Yo'l echyapti, yo'l tuzlayapti, yo'l qo'yyapti. Bu xonim mundaq ko'rsatdi. Amerika Çavuşanga besim ishiltish taktikasini Jungo bilan muhokama qilib qolmasdan
balki xalqaro jamiyatning Chavshanning siyosiy hokimiyatini o'zgartish to'g'risidagi fikrlariga turtki bo'lish to'g'risidagi fikr taktikalarni muhokama qilamiz. Diqqat vatandoshlar, boshlagandim, so'zga diqqat qiling. Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo bilan Chavshanga besim ishlatish masalasini muhokama qilib qolmasdan deydi. Balki xalqaro jamiyatning Chavshanning siyosiy hokimiyatini o'zgartish to'g'risidagi fikr talablarini, taktikalarni muhokama qilamiz. Gapning og'irlik nuqtasi mana shu. Uning Chavshanning qonunsiz raketa va yadro qurollari turlaridan voz kechishiga yetakchilik qildi. Chavshanga yangi embargo yurgizamdi, jumladan xom neftni to'shish cheklanamdi. Yordamchi davlat shtakati so'zin Toronton xonim mundaq javob berdi. BDTning, ya'ni Bexatarlik komitetining mutaxassislar guruhi bir necha 100 shirkat guruhlarini ko'rsatdi, gavdalarini ko'rsatdi. Buning ichida nurg'unlari Jungo orqali savdo qiladi ekan. Biz hozir dal Jungo bilan birlikda bu masalani hal qilyapmiz. Biz aniq ko'rsatdik. Biz pul muomala masalamizni qo'g'dab qolamiz hamda zarur topilganda harakat qo'llanamiz. Bu yanala Jungo bilan birlikda ularning inkosiga diqqat qilamiz. Ham Chavshanning, ham Jungoning inkosiga diqqat qilamiz. So'zin Toronton xonim bunday ko'rsatdi. Amerika bilan Jungoning qaysi bir savdo masalasi Chavshan masalasi bilan bevosita munosabatlik emas. Chavshan masalasi Amerika bilan Jungoning o'rtaq manfaatini ko'zda tutganda bu masalada ikki taraf yaxshi hamkorlashish kerak. Yani demak 3-oyning 19-gapni yana qayta takrorlayapti degan. Jungoga yo'l beryapti, yo'l echyapti, yo'l tuzlayapti, ani yo'l qo'yyapti degan. Agar bu masalada Amerika hamkorlashishga erishalmasa, bu Amerikaning ko'z qarashiga ta'sir yetkazib, Jungo Amerika bilan qurilish xarakterlik aktiv munosabat qurishni xohlamdi yo'q deydigan gumonli retorik so'roqni o'ttirg'i chiqardi. Demak, bu qatam suhbatda yanala Chavshanga besim ishlatish jihatda Jungo bilan Amerika hamkorlashamdi yo'q degan masala. Agar Amerika bunga erishamasa, Jungoning hamkorlik erishamasa, bu yerda gumon qo'zg'ildi demoqchi bo'ladi.